Hamid aka, ismingiz o'zgardimi? Nimaga? Mana shu do'konni reklama qilganingizda Inamarka hayda, avtodoktor, yana katta avtoblogerlar ismingizni o'zgartirmoqchi bo'lishdi, aka. Yo'q, lekin hali ismimni o'zgartirmadim-ku, lekin bu do'kon ham hali topilmagan narsa bo'lmadi. Sababi aka majoziy ma'noda aytganida bir xillarda topilmaydigan narsalar действительно bo'lib turadi. Hech kim bekamni ko'zda emas-ku, lekin men sizga aytayotgan narsa, men sizga reklama qilayotgan do'konda juda ham ko'pchilikning muammosi hal bo'lgan, aka. Ishonmasangiz, aka, videoni yaxshilab ko'rib turing. Rolls-Royce oldi emblemasi taxminlarga ko'ra original aka $2000 dan baland turadi. Bu do'konda aka original 1/1 analog versiyasi $120 turadi. Yana bitta e'tibor, Vayak Free'ni o'rta diskasini chashkasi aka. Shaharda bu narsa $100 dan qimmat turadi. Men sizga 100% javob beraman. Bu do'kondan komplektini $40 ga olasiz. Masalan, Vayak Free'ni davleniya datchigi balonda komplekti adashmasam bu do'konda $50 sotishyapti. Shaharda aka donasini $50 dan topasiz. Yoki-da переходник diski. Offroadga qiziqib qoldingiz, kattaroq diska qo'ymoqchisiz, shirokiyroq diska qo'ymoqchisiz, aka. Bu narsani shaharda siz juda ham qimmatga olasiz. Siz bu do'konga keling, kelganingizga aniq afsuslanmaysiz. Hozirgi paytda Lagan diska modaga chiqqan. Birinchi bo'lib mana shu Rolls-Royce'da mana shu aylanadigan chashkani ko'rganda yomon havas qildim. Endi aka kelib bu Range Rover BYD, mana buni qarang aka. Brabus, nima mashina Lagan diska taqqansiz, shuni diskasida, chashkasida muammo bo'lyaptimi aka? Bu narsa arzon turmaydi, lekin siz bu do'konda aniq bu narsani arzonga topasiz. Hozirgi paytda qo'li qichigan zumrashalar ko'payib ketgan. Mahallangizda turgan mashinangizda turib yo logosini ishilib ketadi, yo yozlig'ini ishilib ketadi. Aka, agar sizda xuddi shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, qayg'urmang. Bu do'kondan siz aka navishim уровни yozuvlaringizni xohlasangiz originalni, xohlasangiz aka analog versiyasini topsangiz bo'ladi. Qimmat emas. Hozirgi paytda aka Damaschilar ham trenddan qolmayapti. Diska taqqan Damaschilar ko'payib ketdi. Обязательно переходник qo'yardi, переходникni qo'qonga zakaz qilardi, u samodelniy bo'lardi. Ammo sizga aka zavodskoyni olib kelib qo'ygan do'konda reklama qilmayman. Baribir bu narsadan uzilmaydi. Даже oddiy boltlarni ham har xil versiyasini bu do'kondan topsangiz bo'ladi. Только Damas, любой avtomobilni, любой diskasini переходникini topsangiz bo'ladi. Bizdan uzoqlashmaslik uchun aka Avtohamidga obuna bo'ling. Videoni mana shunaqa mayda-chuyda interyer qidirib yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying.